Sizga uzun sochlar kerak bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum sochi uzun go'zallarim. Bugun sizlar uchun eng foydali bo'lgan va hech qayerda ko'rsatilmagan soch uchun spreyni o'rgataman. Bu uchun bizga kerak bo'ladi koritsa, rozmarin, lavr barglari va qalampir munchoq. Qizlar, ishoninglar, sizlar sotib oladigan spreylardan-da buni tarkibi kuchliroq bo'ladi, effekti zo'r bo'ladi. Mahsulotlarimizni hammasini idishchaga solib olamiz. Mana shunday qilib. Bu videodan keyin aniq O'zbekistondagi spreychilar haqqimga yaxshilab duo qilib qo'yishadi-da. Xo'p, qizlarjonlar, spreyimiz uchun albatta distillangan yaxshi suvdan solamiz. Bir kosa to'ldirib solasizlar. Bu video ko'pchilikning iltimosiga binoan olindi. Ko'pchilik sharoitimiz yo'q sizdan sprey, shampun sotib olishga. Uy sharoitida eng ishonchli sprey taxlashni o'rgating degandinglar qizlar. Mana o'rgatyapman. 1 yoshdan 70 yoshgacha mumkin bu spreyimiz. Bemalol ishlatinglar. Qozonchamiz gaz ustiga qo'yamiz. E'tibor beringlar qizlar, shu joyiga judayam past olovda 10 minutgina qaynatamiz. Judayam past olovda qaynasin, xo'p, qattiq qaynamasin. 10 minut qaynagandan keyin bir kechaga shkafga qo'yib qo'yamiz. Bu kunasiga shkafdan olib, elakchada o'tkazib, sprey idishchalarga bo'shatib, sochga bemalol sepsak bo'ladi. Spreyimiz tayyor bo'lgandan keyin sochlarimiz ildiziga sepib chiqamiz va qo'llarimiz uchi bilan yengilgina massaj qilamiz. Spreyni sepib bo'lgandan keyin va natijani ko'ramiz. Sochlarni urmay